Mana do'stlar, biz kutayotgan test tibbiy yordam mashinasi va o'zi uchun belgilangan joyni egallaydi. Va biz nihoyat o'yinni boshlaymiz. Taxminan 12-13 daqiqa va balki 15 daqiqa kechroq boshlayapmiz belgilanganidan. Keyin yana bir jihat bor. Mana shunday 10-15 daqiqa kechikishlar aslida kuzatiladi futbol hamjamiyatida deylik. Yevropada ham ko'rganmiz, turli sabablarga ko'ra. Masalan, hatto Yevropa Chempionlar Ligasi finali o'yini kechikkanini men eslayman. 2022-yilda edi bu o'yinni ko'rish uchun muxlislar. Mana Navoiydan ko'ryapmiz. Har holda nominal mezbon sifatida o'ynashmoqda. Shundoq ham mezbon. Bu esa asosiy tarkib, shuningdek o'sha zaxiradagi futbolchilarning ko'rinishi. Albatta, mana Nikovning tarkibi men albatta nomma-nom o'qib eshitiraman. 4-3-3 sxemasi ko'rsatilgan. O'yin davomida biroz o'zgarishlar bo'lishi mumkin tabiiyki, va bu o'zgarishlarga o'sha o'yin vaqtida albatta to'xtalib o'tamiz. Sardor Ismatullayev singari mana xushtak do'stlar, boshladik. Soat 20:17 edi boshlaganimizda. Qizilqum Andijon tarkiblarini nihoyat o'qib eshitiraman. Andijon jamoasi darvozada 72-raqamda Igor Litovka oq rangli libosda harakat qilyapti. Yana bir bor eslatib o'taman. Qanotlarda 5-raqamda Abdulvohid G'ulomov hamda 66-raqamda Ilhomjon Alijonov o'ynamoqda. Mana bu yerda hakam o'yinni to'xtatmoqda, qoida buzilishini qayd etmoqda. Andijon futbolchisi nohaq xavfli nuqtadan jarima zarbasi. Andijonda Ilhomjon Abdug'aniyev 10-raqamda, yarim himoyada 26-raqamda Muhammadkarim Toirov harakat qilmoqda. Oldindagi futbolchilar Vingerlar 13-raqamda Sardorbek Azimov. Qizilqumning hujumini ko'ramiz, aniqrog'i standart. Litovka jonli devorni o'rnatmoqda. Mana boshlanishi mana shunday. 13-raqamdagi Sardorbek Azimov ogohlantirilmoqda. Yana talashyapti, o'zi sariq oldi. Mana bu yerda qoida buzildi. Sen to'pni bu yerga qo'yapsan deb hakamga e'tirozlarni bildiryapti va umuman kerak bo'lmagan nuqtada yarim metr 1-raqamdagi Akaki Shulaya to'p oldida. Kuzatamiz. Ruxsat bor. Mana endi bor aniqrog'i. Shulaya zarba va gol! Bejiz talashmagan ekan Azimov. Bilmadim, balki yarim metr hech narsani hal qilmasdi, lekin zo'r gol urdi. Yo'nalishini kuzatamiz, qarang. Hop. Nahot shunday o'zgardi yoki o'sha jonli devordagilarga tegdimi? Mana bu rakursdan yaqqol ko'rinadi. Shulay. Yo'q do'stlar, to'p yo'nalishi o'zgargan va bu yerda Litovkaning ozgina xatosi ham deyishimiz mumkin. Aynan uning ko'zi oldida yo'nalish o'zgarib ketdi. Qani? Yana bir ko'raylik. Chiroyli golni qancha ko'rsak arziydi. Hop, mana shu yerda o'zgardi to'p va Litovka qaytara olmadi. Jonli devor yo'lak ochib berdi. Eshiklar ochiladi, to'p o'tadi va gol bo'ladi. Mana shunday ta'rif berishimiz mumkin hozircha. Andijon endi katta kuch bilan oldi. Hakam to'qnashuvdan so'ng qaysi kartochka chiqdi? Qizil. 10-raqamdagi Elguja, yo'q, bu Ilhomjon Abdug'aniyev, Andijon futbolchisidan. Mana takroriy lavha. Boshini biroz egganda, ammo mana bu takror lavha yana ham yaxshi bo'ladi. Zarba kontakt bor edi chog'i. Tegdimi yuziga yoki yelkasiga tegdi qaroriga. Bu ma'noda Andijon bir futbolchi kam bo'lib qoldi, do'stlar. Andijonliklar kelmaganda bugun stadionga men ko'rmayapman har holda Andijon muxlislarini. Ikkinchi gol! 2-0. Ofsaydmi yo'q? Andijonni qo'llab-quvvatlab turgan muxlislarning o'rni sezilyapti bugun men nazarimda. Ofsayd bor edi. Keyin kurashda ham juda qiziq yutqazib qo'ydi Andijon himoyachisi. Birinchi edi, imkoniyati juda zo'r edi. Qoida buzildi. G'ulomov nohaq deb hisoblamoqda hakam.
Xomikov o'z e'tirozlarini bevosita to'g'ridan-to'g'ri hakamga bildirmoqda. Sariq kartochka ko'rsataman shu ketishda dedi va ko'rsatdi oxiri. Xomikov. Nuqta ko'rsatilyapti hozir. Mana bu vaziyatda hozir hakam 11 metrlik nuqtani ko'rsatyapti. Takroran ko'ramiz albatta. Chiziq. Hop, ko'ramiz. Zo'r uzatma bo'ldi bunisi. Keyin esa 8-raqamdagi Bekmuratov hamda 4-raqamdagi Vahobovning mana bunday to'qnashuvi. Vahobov endi juda ham istagan yiqilishni olib bordi o'sha. Lekin kontakt bor ekanligini ham ko'rish mumkin. Amallab yo'qqa chiqarishi mumkin. Ya'ni intriga nuqtai nazaridan deyapman. Ammo Qizilqumda hozir o'sha natijani mustahkamlab olish imkoniyati bor. Zarba va gol! 2-0. Lobjanidze. Shulay ortidan Lobjanidze. Gruziyaliklar, legionerlar masalani hal qilishmoqda. Saqlab bir futbolchi kam bo'lib qolganim raqibning bunga imkon berishi mumkin. Mana bu yerda yana Shulaya To'sin Akaki. Yana bir urinish. Lobjanidze. Mana bu zarbani takroran ko'ramiz. Yaxshi tashladi. Litovga reaksiya ham bildira olmadim. Ozgina 5 sm, 6 sm pastda bo'lganda to'p yo'nalishi va kim biladi deysiz. Shulayda shu vaqtgacha 2 ta assist bor edi, deshmasam. Gol ham bor endi. Imkoniyat, zarba va gol! Qaytdi Andijon, super gol bilan qaytdi. Mana shunday tarzda masalani hal qilmoqda endi Rustam Turdimurodovmi bu? Kutilmaganda jarima do'chasi tashqarisidan mana o'sha oz sonli bo'lsa ham bor bo'lgan muxlislar uchun mana ortga himoyachi to'p tushdi, to'g'riladi Butsaning tashqi tarafida va o'z qaytara olmadi. Har qancha urinsin, tashlansin. Chiroyli gol. Shulaya bilan bemalol raqobatlashib hatto yutib chiqishi mumkin Shulayaning goli bilan. Hozir yana vaziyat yuzaga kelishi mumkin edi. Qarang qanday yo'nalish, qanday trayektoriya. Turning chiroyli gollaridan biridir balki. Hali turning o'yinlari oldinda ko'ramiz. Qaytamiz do'stlar. Qarshidagi markaziy o'yingohiga qaytamiz. Bizda Qizilqum hamda Andijon jamoalari o'rtasidagi uchrashuvning 2-bo'limi boshlandi va endi davom etamiz. 2-1 hisobi, 3 ta gol ko'rdik, bitta qizil kartochka ko'rdik, yetarli darajada hujumlarni ko'rdik. Men nazarimda hozir esa bizda vaziyat bo'lishi mumkin. Shulaya to'p oldida bu xavfli standartni ijro etmoqda. Akaki mana bunday ortga pas berdi. Mana jarima do'chasi tashqarisiga. Andijon. Zo'r uzatma bo'ldi. Xavfli vaziyat. Birga bir holat ushlab qolmoqchi futbolchi. Zarba va gol! Qoyil! Turdimurodov. Bunga uzatmani esa Bektemir Abdumannonov berdi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Andijondan comeback do'stlar. Comeback. Bir futbolchi kam bo'lib 2 to'p farqini yo'qqa chiqaryapti Andijon futbolchilari.
qilmoqda. Mana o'zingiz ko'rdingiz, mana bu yerda ushlashga harakat, ammo zarba Latviya terma jamoasi darvozaboni ham qutqara olmadi Qizilqumni. Endi ushlashga Vahobov harakat qilgan. Rustam Turdimurodov. 7-chi uzatmasi agar parallel o'yindagi durangni ham inobatga oladigan bo'lsak, Neftchida 18. Mana hujum ko'rib olaylik. Qizilqumda imkoniyat. Qizilqum jarima dunchasiga kirdi futbolchilar. Yaxshi uzatma, xavfli vaziyat, zarba lozim. Yiqildi futbolchi, hakam esa reaksiya bergani yo'q. Davom etmoqda. Imkoniyat, Andijon uzoqlashtirish kerak. Ha, uzoqlashtirdi, qutuldi. Offside. Neftchida 18 ga yetyapti. Borib ko'radi. Noto'g'ri bu aniq. Hakamning qarorlari, uning diqqatini qarorlarga ta'sir o'tkazishi mumkin, diqqatini bo'lishi mumkin. Mana bu yaxshi takror lavha ekan. Oson emas. Xo'p. 2-2 Qizilqum Andijon 11-tur. Andijon jarima donchasi ichida penalti. Agar yanglishmasam, o'ynamaymiz degan so'zni eshitdim men hozir. O'ynamaymiz. Не будем играть degandek eshitildi. Ochiq e'tiroz Andijon futbolchilari tomonidan qo'shilishmayapti hakamning qarorlariga. Faqat shu vaziyat uchun deb o'ylamayman bunday keskin reaksiya. Endi ular o'ynamoqchi emas. Qizil Bubanyaga. Qizil kartochka adashmasam Bubanyaga. Kimga ko'rsatish mumkin u yerda? Yoki o'sha vaziyatda kontaktda ishtirok etgan futbolchi. Takroran, ha mana. Qizil. Ha, u yerda shtabdan, o'sha zaxiradagilardan biriga ko'rsatilgan. Endi hakam bilan ham muloqot qilyapti. Oson emas. Sardor Ismatullayevga. Sardor Ismatullayev bosh hakam. Sariq hisobidan ham adashib ketishi mumkin. Andijon futbolchilari qaytisharmikin maydonga? Masala shunda. Samiyev ogohlantirildim. Hakam Ismatullayev qizil ham cho'ntakdan chiqaverib hozir yerga ham tushib ketishi mumkin. Kim bu? Ochig'i men bilmadim, tanimadim. Ruxsat berdim. Sholaya zarba va gol. 3-2 Qizilqum oldinga chiqib olmoqda yana. Endi Litovkaga umuman imkoniyat qoldirmadi. Xushtak to'xtalishni anglatadi. Bu hakam yana ko'rsatmalar, e'tirozlar bildirmoqda. Jo'yin ko'rsatma bera olmaydi, har holda tartibga chaqirmoqda. Davom ettirish mumkin. Arveladzedan uzatmami bu zarba? Ko'proq zarba edi. Futbolchi qaytardi. Noaniq tarzda uzoqlashtirilmoqda. Yana Levan Arveladze chiroyli o'ynadi. Muhimi aniq davom ettirish mumkin, o'zi ochilishi zarur. Andijon ichkariga uzatma. Imkoniyat bor Arveladze. Zarba va gol! Qanday o'yin bu? 3-3. O'zbekiston Superligasida balki mavsumning eng qiziqarli o'yinlaridan biri bo'lib o'tmoqda do'stlar. Arveladze Andijon 3-3. Andijonliklar keldi baribir oxirida jarima donchasi ichiga va 3-golni urib ketmoqda. Qoyil. Arveladze zo'r gol urdi. U ham chiroyli gol urdi. Qizilqum e'tiborsizlikka yo'l qo'ydi. Bugun chiroyli gollar ham ko'p bo'ldi. Xuddi shunday. Levan Arveladze. Roberts o'z darvozasini ishg'ol qildi. Xamikov. Bu boyagi vaziyatmi? Qizil Xamikovga
qizil oldi u ham. Mayli, endi to'g'ri. Mana hushtak chalindi, nihoyasiga yetdi o'sha o'yin. Juda ham o'ylaymanki, qiziq o'tdi. O'yin tugadi, lekin o'yin atrofidagi bahslar davom etadi deb o'ylayman. Ha, shunday menimcha. 3-3 hisobida durang qayd etilmoqda va bu durang har ikki jamoaga tabiiyki 1 ochkodan beradi. Jadval nuqtai nazaridan Andijon 15 ochkoni jamg'arib olmoqda. Qizilqumda esa 11 ochko. Andijon hisobidagi ochkolar soni endi Paxtakor bilan bir xil. Jadvalga 11-tur nihoyasiga yetgandan so'ng batafsil to'xtalgan ma'qul. Hozir esa men sharhga sekin-astalik bilan yakun yasayman. Orif Tolipov bu o'yinni sharhlab bordi. Qarshida ishlab borgan Ko'chma televizion stansiyasi vakillariga va bu yerda Toshkentda ishlagan rejissor assistenti, umuman boshqa xodimlarga barchaga minnatdorchilik bildiraman. Sizga eng katta minnatdorchiligim mana shu o'yinni oxirigacha kuzatganingiz uchun. Do'stlar, bayram muborak bo'lsin.